Assalomu alaykum, inspektor Tojiyev. Tushunsiz aka, charchamaysiz, hujjatlaringizni ko'ramiz aka. Hujjatlaringiz aka. Hujjatim yo'q. Yo'q, bo'lmay. Yo'q bo'ladi. Rostdan. Body kamerami bu? Ulanmayotgan ulab qo'yaman. Yo'q. Tepaga qarab olyapti dedi, bittasi yo'qsa. Pagoningiz ham chiqib ketib qoldi. Yo'q, tushdi. Tushdimi? Tippa Qo'yamda xafa bo'ldi. tippani olyaptimi? Ha, menga qo'ysangiz tepani olar ekanda, menda qo'lni olar ekan. Xafa bo'ldi, yozadi. Iye. Aka, hujjatlarni ko'raylik. Hujjatim yo'q aka. Bo'lmay aka. Rostdan aka. Ishdimi hujjatim? To'g'ri, jarimaga o'tkazib olib turibdi. Jarimadan qo'yilami? Jarimadan qo'yilami? Ha, aka. Ismingiz nima edi aka? Ismim o'zingizni to'liq tanishtiring. Tanishtirdim-ku. Tanishtirmadingiz-ku. Inspektor Tojiyev Qudratim. Sekin 975-sonli qarorning 14-bandi bo'yicha to'liq tanishtiring. Body kamerasi ishchi holatdami, ishchi holatda emas, uni tanishtirgingiz yo'q, jon aka. So'rashim kerak. So'rasam keyin berasizmi? Oldin tanishtiring, to'liq tanishtiring, keyin tanishamiz ikkovimiz. Yo'q, siz kulmang. Siz prezidentimiz siyosatiga qarshi chiqmoqdasiz. Hozir body kamerasi qo'lingizda kelyapti, misol uchun. Ya, bu qo'lda kelgani yo'q. 1 minut. Body kamerasiz, meni to'xtatyapsiz, body kamerani taqib kelyapsiz. Birinchi masala. Ikkinchi masala kelyapsiz, ism, familiyangizni o'zini aytyapsiz. Meni 975-sonli qaror 14-band, ya'ni to'liq tanishtiring o'zingizni. Men keyin sizga hujjat taqdim qilay. Xo'p bo'ladi. Aka. Kichik serjant Tojiyev Qudrat. Yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi 2-otryad 4-safarbarlik guruh inspektori. 226. Qo'pol gapirgan bo'lsam, avvalambor uzr. Yo'q, aka, bemalol. Muomalangizga hujjatlaringizni beramiz. body kamerani yana aytmayapsiz, qarang. Ha, body kameram ishchi qol. Endi menga qarang. Manada 1 minut. Body kameram ishchi holatda. Siz bilan bo'lib turgan muloqotimiz yozib olinmoqda. Mabodo men tomonidan sizga nisbatan noto'g'ri xatti-harakat bo'lsa, ushbu body kameram orqali meni ustimdan prokuraturaga yoki meni ustimdan obilgaga murojaat qilishingiz mumkin deb chiroyli qilib tushuntirish kerak-da, hurmatli inspektor. Xizmat guvohnomani ko'rsating. Ichki ishlar vazirligi 8-bandlariga muvofiq. Sizlarni hurmat qilamiz aka. Kichik serjant Tojiyev Qudratjon Jumaboyevich amal qilish muddati ko'rinyapti. 28-yilgacha ekan. Bo'pti. 730-sonli qonun bo'yicha ID kartani beraveraymi? Bo'ladi. Ha, bo'ldi aka. Ana aka. To'xtang, haydovchilik guvohnomani. Texpasportni ham bering. Texpasportdan bering. Shuni solgani yaxshi bo'ladi. Texpasport yo'q menda lekin. Shunday olmayman. Rostdan aka, texpasport yo'q. Nomerni yozaman. Texpasport Mironi boshlig'i bermagan menga. Texpasport bo'lmaydi-da, avtomotor transport vositasini qayd etish guvohnomasi bo'ladi. Ya'ni bu menda bor, lekin texpasport deyilmaydi-da, qonunning o'zini aytiladigan gapi bor-da, avtomotor transport vositasini qayd etish guvohnomasi bo'ladi, to'g'rimi? Noto'g'ri gapirgan bo'lsam, bir qoshiq qonimdan keching. Uzr, lekin men chicha qo'polroq gapiryapman. Yo'q, aka, qo'pol gapirganingiz yo'q. Jon bolam bor, uzr, qo'pol gapirgan bo'lsam. Yo'q. Faqat shuni endi ko'rsatsangiz bo'ldi-ku, uka. Yo, endi biz ham aka to'liq tanishtirib, o'zingizni boshqa qilsiz, keyin biz ham hujjat taqdim qilamiz. Muhtaram yurtboshimizni siyosatlari, odilona siyosatlariga biz layk bosyapmiz, boshqa qilyapmiz aka, misol uchun muhtaram yurtboshimizga rahmat, shunchalik. Aka, 1 minutga kelasizmi? Yo'q aka, mashinadan tushishga majbur. Yo'q. Iltimosmi, buyrug'imi? Iltimos, 1 minutga ikkovimiz gaplashsak bo'ladimi? Yo'q, iltimos bo'lsa tushaman, buyruq bo'lsa tushmayman. Iltimos. Bo'ldi aka, tushaman iltimos bo'lsa.